Har bir millat o'z tilida gapirishi bu uning milliyligi va o'zligini asrab-avaylashi va kelgusi avlod uchun bir ko'prik hisoblanadi. Shuning uchun ham doimo o'zimizni tilimizda gapirganimiz ma'qul. Navbatdagi sahifamiz ham o'ylaymizki, tomoshabinlarimizga manzur keladi. Bu shifokor maslahati sahifasi. Ushbu lavha orqali siz o'zingiz uchun yoki bo'lmasa oila a'zolaringiz va farzandlaringizning salomatligi uchun muhim bo'lgan tavsiyalarga ega bo'lishingiz mumkin. Shunday emasmi? Albatta, oilamizdagi farishtalarimiz bo'lmish ota-onalarimiz, bobolarimiz, buvularimizning bugungi kunda ko'p quloq og'rishidan nolayotganliklarini guvohi bo'lamiz va ushbu sahifamiz orqali esa bu muammolarni oldini olish va sabablari haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Marhamat. Keksalarda quloq og'rishi ko'p uchraydigan muammolardan biri bo'lib, u nafaqat noqulaylik tug'diradi, balki eshitish sifatining pasayishiga ham olib kelishi mumkin. Yosh o'tishi bilan quloq tuzilmalaridagi o'zgarishlar, immunitetning pasayishi va yallig'lanish jarayonlariga moyillik kuchayishi ushbu muammoning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Xalqona tilda endi yosh katta bo'lgan sari eshitish nima uchun buziladi? Buni asosiy sababi qon suyuladi. Qon suyu qallasha boshlaydi. Tomirlar mo'rtlasha boshlaydi. Muskullar, mishsalar hamma narsa qarigan sari eshitish qobiliyati ham xuddi shunday qarilik hisobidan pasaya boshlaydi. Buni qon suyultirish kerak. Masalan, xamirli narsalar, masalan, davleniya ham ko'tarish natijasida insult bo'ladi, eshitish nervini jarohatlab eshitish qobiliyati ham buziladi. Bir tomoni insult bo'ldi, o'ng tomoni, chap tomonim ishlamayapti. O'ng tomon quloq umuman eshitmaydi, insultdan keyingi asorat. Eshitish nervini ham bloklab urib tashab ketadi davleniya hisobida. Nafaqadagi bobo-bibilarni sog'lom turmush tarzini shakllantirish maqsadida, ular sog'ligini asrash maqsadida profilaktik ko'riklar tashkil qilingan sog'liq saqlash boshqarmasi boshlig'i tomonidan chekka hududlardan boshlab shahar markazlarigacha profilaktik choralar olib boriladi. Keksalarda quloq og'rig'i turli sabablar tufayli yuzaga keladi. Undan saqlanish uchun esa o'z vaqtida davolanish va immunitetni kuchaytirish, qon bosimini nazorat qilib turish lozim. Eng asosiysi kechiktirmasdan mutaxassisga murojaat qilish, chunki to'g'ri va vaqtida aniqlangan tashxis og'ir asoratlarning oldini oladi.